Ham sayohat, ham lecheniani istab bilgan bo'lsangiz, sizga Gruziyani tavsiya beramiz. Bu yerda Borjomi Likani sanatoriyasi va o'zini shaxsiy 43 gektar bog'i bo'ladi. Shu territoriyada hazrati bemalol saylanib yursangiz bo'ladi. Bir hafta 3 mahal ovqati va lecheniyasi qo'shilgan bo'ladi. 9-iyuna bir haftalik lecheniya 2 kun Tbilisi yaxshi otelda zavtraklar bilan odam boshiga $1350 dan chiqib turibdi. Iyul oyina o'tadan bo'lsak, bir haftalik lechebniy paket 3 mahal ovqati bilan odam boshiga $1450 dan chiqib turibdi. Agar 3 kun Tbilisini qo'shadan bo'lsangiz, $1750 dan chiqib turibdi. Bu aytib o'tgan narxlarimiz faqatgina aytilgan vaqtda aktual hisoblanadi va chista yaqinlashgan sayin narxlari o'zgarishi mumkin. Aytilgan narxlarning ichidan bordi-keldi biletlari, bagajli, individual transferlar va shu otelda yashash, 3 mahal ovqati va lechebniy paketlari qo'shilgan bo'ladi. Agar sizdan dam olishingizni Otido zo'rab tashkillashtirib berish kerak bo'lsa, Pangia tur aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, sizning xohishingizdan va byudjetingizdan kelib chiqqan holda zo'r tur paketlarni taklif bersak bo'ladi. Xohlasangiz, to'shinchi tur paketi Botumini ham qo'shib beraveramiz. Tbilisini o'rnini Botumin o'zini ham aytib bersak ham bo'laveradi.